Bir kuni bolalar ranglar haqida suhbat qurishdi. Bolalardan biri yashilni, biri moviyni, boshqasi qizil rangni ta'riflab ketdi. Sariq va ko'k rangni yoqtirganlar ham anchagina ekan. Shu tariqa bahs uzoq davom etdi. Oxirida bolalar bog'bonning oldiga bordilar. "Bobojon, eng yaxshi rang qaysi?" deb so'radilar. Bog'bon o'ylab qoldi va javob berdi. "Bolajonlarim, har bir rangning o'z ma'nosi, o'z go'zalligi bor. Agar menga qolsa, ranglar ichida eng chiroylisi qora." Bolajonlar hayron bo'lib so'radilar. "Nega?" Bobo tabassum bilan javob berdi. "Bu qora tuproqni ko'ryapsizmi? Uning sehrli bag'rida qanday chiroyli, rangli gullar o'sadi. Shuning uchun qora rang barcha ranglarning onasidir."